Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, qaranglar, bitta ajoyib mashina keldi. 2023-yil. Bu mashinani boshida aytib o'tay. $700 puli borlar kelishsa bo'ladigan joy bor ekan. 2023 yurgan probegi 90 ming. Bu yerda balon yaxshi ekan, lekin yana almash kerak ekan. Obunachilarimiz ishlari ko'ringlar, haqiqatan ishlari tiniq go'zal holatda turibdi. 90 ming yurgan mashina, 90 ming. Yurganiga javob beraman deyapti. Qolgan ustasiga olib borib ko'rsatib oladi. Endi ancha detallarda kraskasi bor, lekin kuzovida kraskasi yo'q deyapti akamiz. Bu mashinamizni obunachilarimiz xolasiz o'tkazib olasiz, xolasiz keyin qilib olasiz. Obunachilar, bu mashinamizni hop narxiga keladigan bo'lsak, hop narx puliga $9000 deyilyapti. Yana savdo qiladigan joylari bor. 2023-yil 90 ming yurgan mashina. $1000 emas, $700 pul bor kelsa ham bo'lar ekan. Obunachilarimiz ko'ringlar. To'liq ma'lumot olmoqchi bo'lganlar Telegram kanalimizga o'tinglar. Telegram kanalimizni olin. O'zibi pastki chiziqcha baraka bozor. Akalar, layklar bosib qo'yinglar akalar, ey. Tekino baribir, ey. Qarang. Mashinaning go'zalligini qarang. Vashshe ekan mashina.